Bu shahrining meriga mana shu biz taraflar hamma masalalar kerak ekanmi? Olsin, biz qarshi emasmiz. Bizga faqat shu pullarni to'lab bersin, kompensatsiyasini. Hozir misol buni buzib ketdi deylik. Misol yeri qolganlar qanday qilib devorlarni uradi, uyini qolganini vastanavit qiladi. Cho'ntagida fermer yo'q, hech kim ishlamaydi bu yerda hozir. Bari eplab enasini pensiyasiga, otasini pensiyasiga yashayotgan odamlar. Bu yerda ham tortib oldi. O'lish yerlarda ham tortib qo'ydi uning ustiga. Kompensatsiya yo'q, yer bersin. O'shaga ko'chirib qo'ysin el derdi. Endi biz pensioner bo'lsak, tom solishga qurbimiz yetmasa, hozir uyni buzib, biz boshqatdan qurgani ham aqchamiz yo'q biz hozir. Biz qarshi emasmiz, davlat siyosatiga, boshqasiga qarshi emasmiz biz. Mayli. O'nglasin, kerak ekan olsin, lekin bizni ko'chada qo'ymasin. Avval bizga to'lovini to'lab bersin, bizni uyga joylasin, ana nima qilsa qilsin.